Aziz do'stlar, mana bugun biz 14-kuni yuramiz. Astraxanga keldik. Mana paromdan o'tdik, daryodan o'tdik. Mana hoji akalarimiz, mana usta Mardon akam, Shukurullo domla, Abdulat aka, mana hammamiz birgalikda bugun Allohning izni bilan yana yo'limizni davom ettiramiz. Alloh yo'llarimizni oydin qilsin, mushkullarimizni oson qilsin. Xudo xolasa yaxshigina sog'-omon yetib borishimizni Alloh o'zi nasib etsin. Allohu akbar. Haydaylar. Hayda. Hamd ko'rayotgan hoji aka. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketdik. Yani yo'lga chiqdik. Xudo xolasa bugun niyatimiz Dog'iston Respublikasiga yetib borish. Duo qilib turinglar. Alloh xohlasa havo yaxshi. Velosipedlarimizga, oyoqlarimizga Alloh kuch-quvvat bersa, bugun Xudo xolasa Astraxandan Dog'istonga yetib boramiz. Har bir insonni ko'ngliga tukkan orzu havasi bo'ladi, niyatlari bo'ladi. Kimki bizga yaxshi niyat bildirib, bizga havas qilib turgan bo'lsa, duo qiladigan bo'lsa, duo qilmay turgan kishilar bo'lsa, hammalarini Alloh orzulariga yetkazsin. Oilalarda tinchlik, totuvlik, xotirjamlik etsin. Bolalarning rohatini ko'rsin. Yangi uy olganlar mana shu uylarda unib o'sib, to'ylar qilib, el xalqqa oshnon berib, duosini olishini Alloh nasib etsin. Sunnat to'ylari qilishsin, nevara to'ylari ko'rishsin. Allohim kelin olishsin, kuyov qilishsin. Hammalarini bolalari qo'shgani bilan qo'sha qarib, valajo'lar bo'lib, to'ylar qilib, bizlarni ham shu to'ylarga taklif qilishni Allohning o'zi nasib ro'z aylasin. Allohim yo'llarimizni oydin qilgin, mushkullarimizni oson qilgin, hojatlarimizni ravo qilgin, qarzlarimizga najot bergin. Bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni Alloh mag'firat aylab, ko'p qatori hammalarimiz dardlarimizga o'zing komil shifo aylagin. Allohu akbar. Rossiyaning xurmollari, Rossiyaning yo'llari juda chiroyli. Mana Rossiyaning sigiri qarang, qanday semiz, ha? Aha. Juda chiroyli joylar, manzarali joylar. Ob-havo juda tiniq, juda yaxshi. Shuning uchun men ko'p qariyalarga, tengqurlarimga tavsiya qilaman. Mana shunday tabiat qo'ynida ko'proq yurish kerak. Mana shunday piyoda, velosiped bilan ko'proq harakat qilish kerak. Jismoniy baquvvat bo'ladi odam. Hayotning go'zalligini sezasiz. Hayotni bir tabiatni bir go'zallikdan bahra olasiz. Kasalliklar ketadi. Quruq dori ichib yurgani bilan Allohim hammaga ham shifo bersin. Lekin menimcha shu harakatda barakat deyilganda
Mana shu harakat ham, jismoniy mehnat ham, jismoniy mashqlar ham menimcha foyda bersa kerak. Mana bizning bitta sherigimiz Samarqand viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi klinikalarda tomoq, burun, quloq vrashi. Bu kishini ham mana shunday nimalarga yurganlarga havaslari ketyapti. Hoji aka, oldin bilmagan ekanman. Mana shunda yurishim kerak ekan. Juda yengilman deyaptilar. Mana vrachni o'zi bo'yin olyaptilar mana bunday yurishga. Bu kishi mana video vizitlar qilib, o'zlarini hamkasblariga, o'zlarini qarindosh aka-ukalarga mana shunday yurishni tavsiya qilyaptilar. Menimcha bu hammaga ham yoqsa kerak, imkoni bo'lsa mana shunday yursa, sayr qilsa yaxshi bo'ladi. Mana balandik. Alloh quvvat bersa, velosipedga taylamasdan haydab chiqib ketamiz xolos. Sherigimiz oldinga ketyapti, u yetalab chiqdi. Bizlardan ko'ramiz endi. Allohdan kuch-quvvat so'raymiz. Alloh kuch-quvvat bergan. Chiqish qiyinroq. Shunday bo'lsa ham haydayapmiz. Bo'lsa ham aytyapmiz. Ya Allohim, o'zing kuch-quvvat bergin. O'zing sharmanda qilmagin. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Ya geldik. Şükür. Ana geldik. Katafadamla çıkıp aldık. Gittik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yaşı haslikka tushyapmiz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allah'ın kuş-quvvat bergani velosipetimizda xuddi motori bor motorlik velosipedga o'xshab ketyapti. Malades. Hani balandlikdan ham yaxshi chiqib ketyapti. Bu Allohning qudrati. Allohning qudrati. Allohdan o'ziga shukr. La ilahe illallah Muhammadan Rasulullah. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله عظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله عظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله الذي 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 لا إله إلا حي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا حي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا حي القيوم وأتوب إليه. Allah o'zing madadligin, o'zing qo'llagin, o'zingni baytingga boryapmiz. Allohim bizni duo qilib kuzatib turgan qo'ni qo'shnilarimiz bor, mahallamiz bor. O'g'il qizlarimiz, nevaralarimiz, kuyovlarimiz, quda-andalarimiz bor. Ularni ham ko'nglidagi barcha orzu niyatlarga yetkazgan. Allohim Sebzor dahasi 70-av uydan uy olgan barcha yoshi qari do'stlarimizga, aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga o'sha uyda unib o'sib, to'ylar qilib, el xalqqa oshnon berib, duosini olishini Alloh o'zi nasib ro'z aylagan. Allohim yaxshi niyatlar bilan yangi uylar olishgan, yaxshi niyatlar bilan uy qurishgan, yaxshi niyatlar bilan kuyovlar qilishgan. Allohim mana shu duo qilamiz, ular ham bizni duo qilishyapti. Barcha orzu havaslarga yetishsin Alloh. Shu to'ylariga bizlar ham sog'-omon borib qatnashishdan Alloh bizni nasib ro'z etsin. Allohu akbar.